Okajonlar, shunaqa fayzli xonadonga kelib qolganmiz. Bu xonadonni ko'ringlar-da, o'zinglar. Gap bo'lishi mumkin emas. O'rtada katta basseyn joylashgan bo'ldi. Undan tashqari bu xonadonimizni olgan odamga ikkita mashina tekinga sovg'aga berib yuborilyapti. Piskent tumani Gulistonda joylashgan. Umumiy 24 sotixli uchastkani bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz va video davomida narxi bilan aytib o'taman. Arzon narxda ko'rsatamiz, akalar. Ana endi mana bu ko'chalarga o'zinglar bitta baho berib qo'yinglar. Keng, fayzli, tinch mahalla, ko'chalar asfalt bo'lgan, mahallada gaz, svet, suv, umuman muammosi bo'lgan joylardan yon atrofdagi uylarni ko'ryapsizlarmi? Dodda mahalla ekan. Umumiy 24 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu tayyor kelib yashaydigan uchastkani ko'ringlar, akalar, yorib yuborishibdi. Oldini qaranglar, katta zilonniy zona, har xil palma daraxtlarni ekib tashlashgan, fasadini ko'ryapsizlarmi, chiroyliligini. Ana endi ichkaridan sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Kiraverish darvozaxona shunaqa naves ostida joylashgan bo'ldi. 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Hovlilari, kafelargacha bo'lgan ekan. Xullas, akalar, ko'ringlar, yorib yuborishibdi. O'rtada katta zilonniy zona, oilaviy dam olish uchun katta mana shunaqa besetka, tapchani joylarni ko'rishimiz mumkin. Uchastkamizni o'zida naqd 5 ta 6 ta xonalar bor, remontlari yaxshi holatda, tayyor kelib yashaydigan uchastka. Ba'zilari yotoqxona ko'rinishida joylashgan, ba'zilari zal ko'rinishida. Bundan tashqari ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz ham mumkin. Kuxnya ham полностью komplekt holatda, mebel, texnika, jihozlar bilan. Letniy kuxnya deysizlarmi, alohida sanuzullar ham joylashgan bo'ldi. Bundan tashqari uchastkamizni hovlisida katta basseyn ham joylashgan ekan. Xullas, akalar, foydalanib qoladigan joyi umumiy 24 sotixli uchastka, ko'cha talon fasadini o'zi 24 metr bo'ladigan bo'lsa, uzunligiga 100 metr ketyapti. O'zini katta bog'lariga ega ekan, har xil mevali daraxtlarni ekib tashlashgan. Qaranglar, meva berayotganini foydalanib qoladigan joyi. Bundan tashqari uchastkamizda etagida bino joylashgan. Bu binoni sex sifatida foydalanishyapti. Hujjatlari noturarda. Sizni qanaqadir biznesingiz bormi? Mana akalar, tayyor kelib foydalanib qoladigan joy. Hamma sharoitlari bor ekan. Yotoqxona deysizmi, ishlab chiqariladigan joy deysizmi, ofisnoy boshliqxonasi deysizmi? Bundan tashqari chorvachilik qilish uchun sharoitlarni ham yaratib qo'yishibdi. Tayyor uchastkani kim beradi akalar sizlarga bunaqa narxda? Piskent tumani Gulistonda joylashgan 24 sotixli uchastka 125 ming dollarga berib yuborilyapti. Albatta kelishiladigan joylar bor. Pastdagilar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.